Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlarni dunyodagi qiziqarli faktlar bilan tanishtirib o'tamiz. O'rtacha bulutning oxirligi taxminan 500 so'mdan tashkil etadi. Bu 80 ta fil bilan bir xildir. Yupiterda muntazam ravishda olmos yog'adi. Dunyoning aholisining atigi 7% chap qo'llardir. Insonning o'ng o'pkasi chapga qaraganda ko'proq havoni ushlab turadi. O'rdaklar 6 metrgacha chuqurlikka sho'ng'ishlari mumkin. Jirafa va odamning bo'yin umurtqalari soni bir xil. Tuyaqushlar soatiga 70 km tezlikka erisha olishadi. Dunyodagi eng katta marvaridning vazni 6 kilogramm. AQSh harbiy dengiz kuchlarida dunyoning barcha harbiy dengiz kuchlari jamlanganidan ko'proq samolyot tashuvchi mavjud. Dastlab atyorka ixtiro qilingan. 100 yildan so'ng shurub, ya'ni vint ixtiro qilingan. Saudiya Arabistonida daryolar yo'q. 17-asrga qadar termometrlar konyak bilan to'ldirilgan. Mushuklar umrining yarmidan ko'pini uyqu bilan o'tkazishadi. Limonda qulupnaydan ko'ra ko'proq shakar mavjud. Har yili Yerga 500 kilogrammgacha Mars meteoritlari tushadi. Koinotdagi yulduzlar soni Yerdagi barcha plyajdagi qum zarralaridan ko'ra ko'proqdir. Tana hajmiga nisbatan eng katta miyaga ega hayvon chumoli hisoblanadi. Timsohlar chuqurroq sho'ng'ishi uchun toshlarni yutadi. 1 kilogramm asal tayyorlash uchun hari 2 million gulga qo'nadi. Tuyaqush tuxumi qattiq qaynatish uchun 4 soat vaqt ketadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.